Birinchi kallarga kamayib ketishibdi-yu polvonlar. Senlar umuman gapga tushunmasa ekansanlar. Senlar deb men mashq tepaliga chiqdim. Shu ahvolimda. Hammang haydab pastga, davay. Surlaring. Tez. Xo'sh, qani gapirlaring-chi? Nima bo'ldi? Kim boshladi janjalni? Ustoz, men boshladim. İyi. Kuchim ko'payib ketdi, dilaring, ha? Endi gap bunda. Hozir ro'zda chiqib maktabning butun territoriyasini tozalaysanlar. Oshxona, hojatxona, arronichi. Bularni maktabda qolmasligini, bu ishlarni bajarib bo'lgandan keyin gaplashamiz. Yaxshilab turinglarni torttiring bilan, nakazat qiling bilan. Xo'p bo'ladi. Shunaqa qilaman, ustoz. Bo'ldi. Insonlar tashqariga kutib turlaring. O'zim hozir chiqaman. Ustoz, xizmatlayman bizga. Tar chiqsan ham. To'jimini biskilturnik. Uylar nima deymiz endi? Obbo. Ayo, sizga emas bu. Agar jonim desam sizga bo'lardi bu. Qanaqa hozir yuraging g'azin so'yapti, o'rta? Voy, hozir siqilishdan nima foyda? Aytchi menga hozir. Uj, bestolku. Alo, assalomu alaykum aka. Nimalar qilib yuribsan? Qayerda olding yana gitarani? Men senga darsingni qil. Ashula-pashulangni yig'ishtir demaganmidim? Ashula aytmayman-ku aka. Butun dunyo ko'rib opti-ku. Darslarni tashlab, ashula aytib yurganingni telefonda ko'rdim. Ishchilarim ustimdan kulyapti. O'g'lingiz tuppa-tuzuk otarchi bo'pti deb. Xullas, gapimni yaxshilab eshit. Bugundan boshlab darsingdan keyin qo'shimchaga borasan. Qo'shimchadan keyin uyga borib, qisib o'tirasan. Eshitdingmi? Tushundim-da, xo'p. Onangni. Ashula aytganim kimdir internetga qo'yib yuboribdi. Adam yomon jahlar chiqyapti bor-ku. Kamiga qaydalayotganimni bilsalar, tamom-da. Ha, oldimga tushlaringchi. Jijonga tegdilar insonlarchi. Oldimga. Hop. Xuddi nemislar qo'liga tush qo'yganga o'xshaymiz. Obor, otda jaja. Bang. She'r. Osib tashlashgan yaxshi edi undan ko'ra. Mazza senlarga. Tezlashlaring, unaqa turmalaring, turganingda ish bo'lib qolmaydi. Tezlashlaring, hali bilasanlar qancha joy bor. Ko'cha bor, koridor bor, sport zal bor, razdivalka bor hali. Qizlarnikimi? Ha, aytgancha. Qizlarnikini ham. Qizlarnikini faqat sen tozalaysan, xo'pmi? Razdivalkasini emas, tualetni tozalaysan, xo'p? Kulmalaring, oshxona bor hali tozalaydigan. Uzr. Direktor ko'rmayapti deb o'ylamalaring. Hammasini ko'rib turibdi. Hammasini ko'ryapti, hammasini. Xabarim bor. Sib ketdim. Bo'lajak zvezda. Ahvolini qara. Yuribman. Xorlanib. Baxtiradan kalta yedim. To'lit tozalayapman, to'lit. Zato zvezda bo'lganingda intervyu olishadi-ku o'rta. O'shanda mashinani aytib bersang, ta'sirli bo'ladi. Hech ko'rmagan ekanman intervyuda to'lit haqida gapirsa ta'sirli chiqqanini. Sam birinchisi bo'lasan-da. Да, реально, такой. Bizda baxti s***larni urudi, o'shaning uchun maktab tozaladi desam. Intervyuda unaqa qo'pol gapirmagin-da, yosh bolalar ham ko'rishadi-ku.
Unda qo'pol bo'lib ketdi. Baxti so'zini olib tashlayman deb urudi deyman. Normalniy art charchadim. Dada olib ketdik. Ishlaring bo'ldi, ketamiz. Men san art. Ne? Sen shotka tozalaysanmi? Yo'q, men chiqib turaman. Shahlo, Sanjarlarni eshitdingmi? Yo'q, nima bo'ldi? Kecha urushayotganda direktor kelib qopti. Internet qotib qoladi bo'ladilar. Aha. Lekin bizga keluvdik. Lekin rosa xijolatlanamiz hozir. Vijdon qiynalyapti. Juda. Lekin bitta iltimos bor sizlardan. Shuna podpiska tashlab qo'yinglar-da. Shuna. Like ham bosib yuboringlar. Da, eslichu, Telegramimiz ham bor eslichu. Bosinglar podpiska, like. Bo'ldim? Bo'la qolinglar endi. Berskilash bo'laga. Nima bo'ladi? Yomon bo'ladi. Yo'q-e. Yurlarida gaplashamiz. Yur. Sizlar ko'rib turiblar, bemalol yur. Eshak. Endi hammasini haydamoqchi ekan. Haydadimi o'zi? Yo'q, hali haydagani yo'q. Sanjar o'rtoqlari bilan Ves maktabni tozalab yuribdi. Ana. Attam olib beravering, iltimos. Bo'l. Hozir borib olib beraman. G'irt bekarchimiz biz. Faqat tushmagin pastga, xo'p? Qiyin o'tdan tush. Rahmat. Yordam kerak emasmi, bolalar? Yo'q, kerak emas. Mana sizga, mana. Men ketdim. Qatga? Suvga. Suv boru? U lattaga? Latta ham bor. Bilmadim. O'zinglar uchun birorta bahona o'ylab topib olinglar. Maylim, qornim ochib ketdi men. Shunda bu narsa yeb keling, xo'p? Charchamadinglarmi? Yo'q, rahmat. O'zinglar qilasizlar. Anaqa yordam kerak emasmi? Yordam bermoqchimisiz? G'alati. Mana shu tartib qo'yasiz. Sher! Ha, qatga? Ahmoqman, ahmoq. Mazza-ku sizlarga. Ne kelding? Bor ishingni qil. Nargiz shulayapti o'rnimga. Mana shu Nargisani yoqtira bilasanmi? Siz hamma qizlar yaxshi ko'radi mana. Brad Pittsiz-da, siz hamma yoqtiradi. Allo. Assalomu alaykum. Doniyorjon sizmisiz? Assalomu alaykum. Ha, Doniyorman. Kim bu? Meni ismim Jaloliddin. Men Salom Mediada bosh prodyuserman. Kechagi kuni sizni videolaringizni ko'rgandim TikTokda. Ovozlaringiz yaxshi ekan. Bizga shunaqa yosh talantli ijodkorlar kerak. Siz bilan birga ishlash niyatimiz bor. Telefon qilganingizdan juda xursand bo'ldim, lekin men ishlamayman dedi. Nega? Boshqa studiya bilan ishlamoqchimisiz? Yo'q, hech qaysi studiya bilan ishlamayman. Prosta uydagilarning ruxsat bermaydi. Uydagilar bilan gaplashib ko'ring. Sizga barcha sharoitlarni qilib beramiz. Yangi kliplar olamiz, yangi ashulalar, yangi albomlar. Xullas hammasi zo'r bo'ladi. O'ylab ko'ring. Tushundim, rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p. O'rtoq! Bilasan kim telefon qildi? Prodyuser telefon qildi. Men bilan ishlamoqchi ekan. Lekin adam ruxsat bermaydi-ku menga. Tushuntirib ko'r o'rtoq, harakat qil, tushunsalar tushunarlar. Mayli, bir gap bo'lar. Rahmat. Ne? Baxtiyor yo'limni to'sganida yordam berganingiz uchun. Bu paytda Любой yordam berardi-yu. To'g'ri. Lekin siz yordam berdingiz. Ko'zim bir tushdi-yu senga unutmoqqa chekdim. İş avcıda-yu, ish avcıda. Bolalar. Rosa xijolat olmadi lekin. Yo'q, xijolat bo'lma. Menda bo'tdi hammasi. Siz qilayotgan qara, qish bola bo'lgani yo'q. Bunday o'ylab qarasang o'zi, prosta biz Baxtidan keldik. Sizlar. Uydilardan keldik.
Keyin direktor maktabdan haydamoqchi bo'ldi. To'g'ri. Tualet tozaladik. Hozir molda ishlayapmiz. O'qqa otib ketibmiz o'zi. Nima bo'lsa ham shuncha ishdan keyin biz birgamiz. Ochach. Chorni belay qilsang rekta bu. Nasib qilsa har doim birga bo'lamiz, bolalar. Yaxshi ko'raman. Kinoda achib-achib qiladi, kelinglar. Boshlab. Og'zing yomon sasyapti, lekin ovqatdan keyin. Keling, men artaman. Sanjar bilasan menga nima deganini? Nima ham derdi? Quloqingizga lama osgandir-da. Mengami? Hammasini ro'y-rost gapirdi. Janjalni boshlaganini, kim urush qilganini tan oldi. Nima bo'ladi endi ularga? Nima bo'ladi? Petsavetda ko'rib chiqamiz. Kerak bo'lsa, haydaymiz maktabdan. Agar sallari darslaring bo'lsa, darsdan qolmalaring qolmang. Bor, kirlaring. Voy, anularni haydalayotgan ashi zo'r bo'libdi, lekin. Borib turularing, hozir boraman. Alo, assalomu alaykum ada. Va alaykum assalom. Nima gap o'g'lim? Ada, ozgincha problema chiqib qoluvdi. Qanaqa problema? Siz ham maktabda o'qigansiz-ku, urushib yurgansiz. Bolalarni to'g'ri tushunasiz, ada. Biz ham maktabda o'qiyapmiz, urushib. Gapni aylantirma, nima bo'ldi? Xullas, meni deb o'rtoqlarim maktabdan haydalib ketishyapti. O'shanga direktor bilan o'zingiz gaplashib qo'yasizmi, deb Tushunarli. Mayli, gaplashib qo'yaman. Lekin bu degani maktabda xohlaganingni qilib yurish degani emas. Sen turgan. Tushundingmi meni? Xo'p. Bo'pti. Xo'sh, nima bo'ldi? Tozalab chiqdik hamma. Jotki hamma yoq yig'ishtirib artib qo'ydik. Chotki, tozalab chiqdinglar. Barakalla. Unda uydagilarni chaqirib olib kelsanglar, men dokumentlarni berib yuboraman hammasini. Ustoz, unaqa demagansiz-ku? Biz hamma yoqni tozalab chiqdik-ku. Tualetni ham tozaladik, qizlarniki xo'sh. Tozalab chiqqan bo'lsalaring-chi, mana asabimga o'ynaganingcha tozalab chiqlaring. Bu sallaga jazo edi. Salla bilan men gaplashmayman dedim, mana gaplashyapman. Alo? Ha, o'rtoq direktor. Assalomu alaykum Bahodir Kamolovich. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? He, rahmat, xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Uychilar, bolalar. Rahmat. Yuborgan kompyuterlarim yoqdimi? Voy, nimasini aytasiz? U yuborgan kompyuterlaringiz butun maktab minnatdor bo'lib yotibdi. O'qituvchilarga ham gap yo'q, hamma foydalanyapti. Sizni haqingizga duo qilib yotishibdi chiqib. Bizni bo'ri boyvachcha qalay? O'qishlari yaxshimi? Voy, o'g'lingizni nimasini aytasiz? Voy, bu tilla bola-yu, bunaqa bolalar maktabda bitta, ikkita ham chiqmaydi, даже. Shuntakala yo'ldan uradi deb bolalar endi shunaqa. Men lekin o'zim qarab turibman, shaxsan o'zim qarab turibman Bahodir Kamolovich. Tushunarli. Xullas, sizga bir ish bor. Labba eshitaman aka. Bugun maktabingizdan kimlarnidir haydamoqchimisiz? Bu sizga qattiq yetib bora qoldi darrov. Bu muhim emas. Xullas, ularni haydamaysiz. Yoshlik qilib qo'yishibdi. Bo'ldi. Xo'p. Baxtiyor Kamolovich, xo'p. Bir og'iz sizning gapingiz. Xo'p. Kelishdik-a? Albatta, bajariladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Xo'p, rahmat. Xo'p. Nima qilib g'oddayib turibsanlar mana oldimda? Bo'pti. Ota-onalaring chaqirib yurmalaring. Yana bir marta qaytarilsin. Bar dastaringga kir. Dar ko'zimga ko'rinma. Ho'kizlar. Hozir ichkarida nima bo'ldi? Mana shu uchun yo'qoldim. Sanjar. To'xtab tur, senda gap bor. Borlaring yozib olaman.
Gap yo'q. Mujigi bola ekansan. Hamma yapni bo'yningga olsanmi? Hozir ichkaridagi sani ishingmidi nima? Nima bo'ldi ichkarida? Haydab yuborishmoqchi edi bizani. Keyin direktor fikridan qaytib qoldi. Da, meni ishim. Sendan yordam so'ramadim shekilli. Boshimni qotirmagin-u. Men ikkitasini o'yla, o'zingni o'ylamasan ham. Tag'am uydagilar chopib borishmasin, jigarlaringni. Короче, senga bitta gap. Bugundan boshlab maktabda ko'tingni qisib yurgin. Shahrodan ham uzoqroq yurgin. Bu ishni qilish qo'lingdan keladi. Chunki sen mujiksan.